Bolalarni tikka turgizib, sen bermading degan ayolam kelsin, gruppada menga yozgan ayolam kelsin. Vazirlikdan odam kelsin, departamentdan kelsin, siz ham turing, direktor ham tursin, keyin menga aytsin. Agar davlat talab qilgan bo'lsa, men shu pulni 4 ta bolaga beraman. Spokojno yilni tugataylik. Yo'q, siz endi nimaga unaqa deb olyapsiz? Meni spokojno men yilni tugatib, men ham chiqib men sizni to'g'ri tushunaman, men o'qituvchini hurmat qilaman. Meni sizga e'tirozim yo'q. Siz majburiy emas degansiz. U ota-onalar meni уже tinchligimni buzib oldi. Men uyda o'tira olmayman bu ahvolda. Bolam o'rnidan turgizib gapirib bo'ldi. Уже puli yo'q ota-onaga bosim bo'lishni boshladi. Menga nima alam qilyapti? Meni pulim bor. Nimaga unaqa bosim qilyapti? Majburiy emas deyildi-yu. Bosim o'tkazyapti. Biz qilib bergan remontda o'tirami bolalaring deyapti. Kemaga tushganda joni bir pul topib bera olmasa, ota-ona vinovat deyapti. Tushunyapsizmi? O'sha ayollar kelsin, direktor oldida gapirsin. Marhamat, mana meni yuzimga gapirsin. Men shuni xohlayman. Rostdan berilish kerakligini menga isbot qilib beradi, men pulni beraman. Sizga majbur qilmadim. Siz majbur qilmadingiz o'sha ota-onalar. Sizlar nimaga aytaymi? Siz majbur qilmaysizlar, atay ota-onalarni ko'p qo'yasizlar shunaqa qilib. Chunki biror narsa bo'lsa chekkaga chiqib olish uchun, to'g'rimi? Nimaga ular bo'lmasa bunaqa zastavit qilyapti? Men hech kimdan bir marta bolalardan so'radimmi men? Shukrona aytdimmi? Siz so'ramaganingizni bilaman. Siz ustoz sifatida aytyapman. O'sha ota-onani shu yoqqa chaqirib bering. Menda nomeri yo'q. Iltimos qilib so'rayapman. Sizga e'tirozim yo'q. Siz hammani taniysiz-ku, e'tirozim yo'q. O'sha hamma kambag'al puli yo'q bolalarni izza qilayotgan ota-onani men yuzini ko'rib qo'yay.